Bugun sizlar bilan uylarimizda yong'in xavfsizligi va zilzila bo'lganda qanday harakat qilishimiz to'g'risida ozgina nima qilamiz? Gaplashamiz, ha? Hammamiz uyimizda gaz plitalari bor, shundaymi? Gaz plitalaridan yosh bolalar foydalanishi kerakmi, kerak emasmi? Kerak emas, to'g'rimi? Hammamiz uyimizda mana bunaqa rozetkalarimiz bor, ha? Shunga tegishimiz mumkinmi? Yo'q. Aslo mumkin emas, to'g'rimi? Tok juda ham xavfli, insonni tok ursa, demak, o'lim holatiga olib kelishi mumkin. Zilzila to'g'risida gaplashamiz. Hammaga qiziqmi zilzila to'g'risida gaplashish? Demak, zilzila nima ekan, kim biladi? Xo'p, yer qimirlashi, malades. Nima ekan? Yer qimirlashi. Zilzila vaqtida oynalarni oldiga turishimiz mumkinmi? Yo'q. Aslo mumkin emas. Sababi oynalar zilzila vaqtida sinib ustimizga tushishi mumkin. Shunaqami? Demak, zilzila vaqtida bolajonlar shkaf oldiga turishimiz mumkinmi? Yo'q. Yo'q, mumkin emas. Sababi nima? Shkaf ustimizga yiqilib tushishi mumkin ekan. Shunaqami? Zilzila vaqtida eng asosiy harakatimiz stol bo'ladigan bo'lsa, stolning ostiga kirish, shundaymi? Uyning burchak tomonlariga o'tib olishimiz. Shunaqami? Xavfsizlik uchun. Zilzila vaqtida bolajonlar eng asosiysi vahimaga tushmasdan mana bunaqa yostiqlarni olgan holatda boshimizga qo'yamiz va tartib bilan eshikdan chiqib ketamiz.